Uydagilar suv cho'kib kelishgan ekanda, men turmushga chiqa olmayman. Men hali karyera qilishim kerak. O'zingiz to'g'ri tushunarsiz. Mana karyera tayyor turibdi. Berga tegsanchi. Jasur uylanishga qiz topishib olgin. O'zimga yozsang qayerda topam, ha? Gaplashgan qizlarim qarg'ab olganmikin-a? Siz uylanishga surishtiravering. Siz dosh ekansiz. Erkak kishimiz to'g'risini aytavering. Yo'q aka, bu qiz bo'lmaydi. Ne bo'lmaydi? Nechta bola bilan gaplashgan? Ne gaplashadi? Nima bilan? Ne gaplashadi? Ey, bu nima desa to'g'risini aytibdi-yu. Aytmasin to'g'risini. O'zi uylanishga qiz topmaysiz. Tavba qildi. Assalomu alaykum. Ochilbek aka sizmisiz? Ha, men bo'laman. Meni baxtim shu qiz bo'lsa kerak. Kechirasiz. Men bu qiz yigiti bo'laman. Bir-birimizdan anchadan beri Qo'llar ochinglar. Baxtli bo'linglar. Allohu akbar. Kechda uylanuvchi bu qilishdan boshqasiga yaramay qolaman u. mana shu uyda akasi institutga o'zi borib o'zi olib keladi. Juda yaxshi qiz. Bo'lmasa unda akasi bilan gaplashib ko'raman o'zim. Ha, nima bo'ldi? Akasi emas, eri ekan-u, ho'kiz. Yo'q. Ikkita yo'l bor. Yo'l yoqqa, yo'l yoqqa. To'g'ri aytyapti. Yo farqi yo'q deb to'g'ri kelgan qizga uylanib olish kerak. Yo bo'lmasa yaxshi qiz qidirib chiqib ketish kerak. Qiz topish juda qiyin bo'lib ketgan, onasini hamsin. Sen qo'mpon chiqarib yuboray. Otasi bilan gaplashdim. Qiz onasiga topgan juda yaxshi. Ular rozi bo'lishdi. Yes. Faqat ishni bitirgandan keyin beramiz deyishdi. Qiz hozir birinchi kurs ekan. Kutolmaymiz dedim o'g'lim. O'zbekistonda ayollar kamayib ketyapti ishudi. Xotinsiz qolib ketsam-a?